أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل minhu ahadun. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, jannatda bir eshik bor. Uning nomi Rayyondir dedilar. Undan ro'zadorlar kiradi. Ulardan boshqa hech kim kirmaydi u yerga. Ularga qiyomat kuni ro'zadorlar qayerda, ro'zadorlar qani deydilar. Va ro'zadorlar o'rinlaridan turishadi va jannatga kirishadi. Ular bilan hech kim kirmaydi. Faqat ro'zadorlar kiradilar. Agar ro'zadorlar Rayyon eshigidan jannatga kirganlaridan keyin eshiklar yopiladi va undan keyin boshqa hech kim kirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda marhamat qilyaptilarki, ro'zadorlarning ajrlari, ro'zadorlarning mukofotlari qanday buyuk ekanligi borasida xabar bermoqdalar. Ulamolar aytadilarki, ro'zadorlar 3 toifa bo'ladilar. Birinchi toifa sharobdan, taomdan va jinsiy aloqalardan, shahvatlardan o'zlarini tiygan kishilar deydilar. Bu avomlarning ro'zasi. Ikkinchi toifa insonlar taomdan, sharobdan, shahvatlardan va tana a'zolarini yomon narsalarga ishlatishdan, yomon ishlar qilishdan saqlangan, ro'za tutgan kishilar. Bu toifa xoslarning toifasidir. Xoslarning ro'zalaridir. Uchinchi toifa xoslarning xosining ro'zalari bo'lib, ular taomdan, sharobdan, shahvatlardan va tana a'zolarini yomon narsalarga ishlatishdan va qo'shimcha ravishda qalblari bilan gunoh qilishdan ham, qalblari bilan yomon narsalarni o'ylashdan ham saqlanadigan, ro'za tutadigan toifalardir.